Assalomu alaykum qadrdonlar. Bozorlar bilan charchamayapsizlarmi? Navbatdagi obyektimiz, e'tibor qilamiz, konteynerdan. 1.60 ga 220 razmerimiz, hammomimiz, 80 tali aristonimiz. Pastda unitazimiz bor. Ba'da vannamiz bor, vannani smisitili bu yerga o'rnaydi. Uglovoy vannamiz bor bu devorgacha. Vannamizning kanalizatsiyasi. Bu tomonga rakvina sig'dirganmiz. Ba'da rakvinamiz bor. Issiq suv, sovuq suvlar hammasi tortilgan. Hamma yerda kontrol kranlarimiz bor. Aristonda yana bir narsaga ahamiyat beramiz. Mana Aristonga ham alohida kontrol kranlar qo'yilgan. Ariston tozalash kerak bo'lsa, krandan bekitib sistema ishlayveradi, tozalanadi. Ba'da unitazimiz bor. Xudo xolasa bitgan holatini videoda joylaymiz. Sog' bo'linglar, salomat.